NBA jamoalari uchun yilning eng muhim tadbirlaridan biri bo'lgan draft yakunlandi va hozirda Ben Golliver barcha 30 jamoaning ushbu tadbirdagi harakatlariga batafsil baho berishga ulgurdi. Golliverning tahlili nafaqat birinchi raunddagi tanlovlar, balki ikkinchi raunddagi kutilmagan iqtidorlar, shuningdek, jamoalarning savdo bitimlari va umumiy strategik qarorlarni ham o'z ichiga oladi. Kim haqiqatan ham draftni yutdi? Qaysi jamoalar o'z kelajagini mustahkamlash uchun eng aqlli qadamlarni tashladi? Va qaysi tanlovlar yoki savdolar mutaxassislarni hayratda qoldirdi? Ba'zi jamoalar, ayniqsa, o'zlariga kutilmagan tarzda tushgan iste'dodli o'yinchilarni tanlab yoki aqlli savdolar orqali qo'shimcha imkoniyatlarga ega bo'lib, Golliverdan yuqori baho oldi. Masalan, Grizzlies kabi jamoalar o'z tarkiblarini yanada kuchaytirish maqsadida strategik tanlovlar amalga oshirgan bo'lishi mumkin. Bu esa ularga kelgusi mavsumlarda katta ustunlik beradi. Boshqa jamoalar esa o'z ehtiyojlarini qondirish uchun to'g'ri o'yinchilarni topishga intildi. Ba'zan esa yuqori tanlov huquqlarini kelajakdagi imkoniyatlarga almashtirdi. Golliverning baholari har bir jamoaning draft oldidan qo'ygan maqsadlari va ularni qanchalik muvaffaqiyatli amalga oshirganiga asoslanadi. Bu oddiygina yulduzli o'yinchilarni tanlash emas, balki jamoaning uzoq muddatli rejasiga qanchalik mos keladigan tanlovlar qilingani, moliyaviy barqarorlik va jamoa kimyosini hisobga olgan holda qilingan savdolar ham muhim rol o'ynaydi. Kimning strategiyasi ish berdi va kim o'z imkoniyatlarini qo'ldan boy berdi? Bu savollarga Golliverning keng qamrovli tahlili aniq javob beradi. Barcha 30 jamoaning draftdagi harakatlari to'liq baholanib, ularning kelajakdagi muvaffaqiyatlariga asos yaratdi. NBA olamida shov-shuvli yangilik: Charlotte Hornets jamoasi o'zining yulduzli posboni LaMelo Ballni almashish bo'yicha jiddiy muzokaralar olib bormoqda. Manbalarga ko'ra, bir nechta jamoalar Ballni o'z safiga qo'shib olish uchun astoydil harakat qilmoqda va Hornets bu takliflarni faol ko'rib chiqmoqda. LaMelo Ball 2020 yilgi NBA draftining 3-tanlovi, o'zining birinchi mavsumidanoq ligada yorqin iz qoldirdi. U o'zining noyob o'yin uslubi, maydonni ajoyib ko'ra bilishi va to'pni aqlli uzatmalari bilan tomoshabinlar e'tiborini tortdi. Ballning mavjudligi Hornets jamoasiga tezkorlik va kreativlik olib keldi, lekin shu bilan birga jamoa so'nggi yillarda play-off darajasiga ko'tarila olmadi. Bu esa ehtimol Hornets rahbariyatini o'z jamoasining kelajagi haqida qayta o'ylashga undagan bo'lishi mumkin. Ballning transfer bozorida paydo bo'lishi butun ligani larzaga soldi. Uning kalibrdagi o'yinchi har qanday jamoaning o'yinini o'zgartira oladi. Ayniqsa tajribali va chempionlikka intilayotgan jamoalar unga qiziqish bildirishi tabiiy. LaMelo Ballning yoshligini va hali o'zining eng yaxshi formasiga chiqa olmaganini hisobga olsak, uning kelajakdagi salohiyati juda yuqori. Uni qo'lga kiritgan jamoa o'ziga yillar davomida posbonlik qiladigan yulduzni topishi mumkin. Muzokaralar qaysi bosqichda ekanligi va qaysi jamoalar ayniqsa faol ekanligi haqida aniq ma'lumotlar yo'q, ammo mishmishlar ko'plab nomlarni tilga olmoqda. Bu transfer Hornets uchun yangi davrning boshlanishi, Ball uchun esa yangi jamoa va chempionlikka intilish uchun yangi imkoniyat bo'lishi mumkin. NBA muxlislari bu vaziyatning rivojini katta qiziqish bilan kuzatmoqda. Ballning qayerga borishi va uning yangi jamoasiga qanday ta'sir o'tkazishi ligadagi kuchlar nisbatini sezilarli darajada o'zgartirishi mumkin. Bu voqea mavsumdagi eng shov-shuvli transferlardan biriga aylanishi aniq. Detroit Lions jamoasining iste'dodli himoyachisi Terrion Arnold jiddiy ayblovlar bilan yuzlashmoqda. U chorshanba kuni Tampa shahrida fevral oyi boshida sodir bo'lgan o'g'rilik va odam o'g'irlash ishi bo'yicha hibsga olindi. Bu xabar butun NFL olamini larzaga soldi, chunki Arnold kabi yosh va istiqbolli sportchining bunday og'ir jinoyatlarda ayblanishi juda kam uchraydigan holat. Sport.uz muxbirlari ushbu voqeani diqqat bilan kuzatib bormoqda. Politsiya ma'lumotlariga ko'ra, Arnoldga bir nechta og'ir jinoyat, jumladan odam o'g'irlash va qurolli o'g'irlik bo'yicha ayblovlar qo'yilgan. Fevral boshida ro'y bergan ushbu voqea tafsilotlari hozircha to'liq ochiqlanmagan, biroq huquq-tartibot idoralari tergovni faol davom ettirmoqda. Arnoldning advokatlari ham o'z himoyasini qurishga kirishgan. Ushbu holat Terrion Arnoldning professional faoliyatiga jiddiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Detroit Lions jamoasi va liganing bu holatga qanday munosabatda bo'lishi hozircha noma'lum. Odatda bunday ayblovlar qo'yilgan sportchilarga nisbatan jamoalar va liga tomonidan qat'iy choralar ko'riladi. NFLning o'zining shaxsiy xulq-atvor kodeksi bor va bu kodeksga rioya qilmaslik sportchining karyerasiga yakun yasashi mumkin.
Terrion Arnold jamoaning asosiy o'yinchilaridan biri sifatida o'tgan mavsumda o'zining yorqin o'yinlari bilan muxlislarni hayratda qoldirgandi. Uning ushbu kabi jinoyatlarda gumonlanayotgani ko'pchilikni hayratga soldi. Keyingi sud jarayonlari va tergovning borishi Arnoldning kelajagini hal qiladi. Sport olami bu vaziyatni nafasini ichiga yutib kuzatmoqda. Bu nafaqat Arnoldning o'zi uchun, balki butun sport jamoatchiligi uchun ham og'riqli zarba bo'ldi. Biz vaziyat rivojini kuzatishda davom etamiz va sizga eng so'nggi ma'lumotlarni yetkazib boramiz. Detroit Pistons jamoasi o'zining yordamchi markazi Isaiah Stewartni Memphis Grizzlieslarga 3ta kelajakdagi ikkinchi raund draft tanlovi evaziga almashishga rozi bo'ldi. Bu yangilik NBAda jamoalar tarkibini kuchaytirish va kelajak uchun rejalarni tuzishga qaratilgan yana bir muhim qadam bo'ldi. Stewart o'zining jismoniy kuchi, himoyadagi qat'iyati va reboundlarda faolligi bilan tanilgan bo'lib, Beef Steve laqabini ham aynan shu xususiyatlari tufayli olgan edi. Uning Pistons safidagi faoliyati davomida har bir o'yinda o'rtacha 8.8 ochko, 6.7 rebound va 1.2 assist qayd etgan. Ayniqsa, u 2023-2024 yilgi mavsumda 3 ochkolik masofadan o'z natijalarini sezilarli darajada yaxshilagani bilan ajralib turdi. Bu uning hujumdagi qobiliyatlarini kengaytirishga intilayotganini ko'rsatdi. Pistons uchun bu almashinuv, asosan, kelajakdagi draft tanlovlari orqali yosh iste'dodlarni jalb qilish imkoniyatini beradi. Jamoa tarkibni yanada yoshartirish va moliyaviy barqarorlikni ta'minlash yo'lida muhim qadam tashladi. 3ta ikkinchi raund tanlovi kelgusi yillarda jamoaning kelajak qurilishida muhim rol o'ynashi mumkin. Memphis Grizzlies uchun esa Stewartning transferi ayni muddao bo'ldi. Jarohatlar bilan bog'liq muammolar va Steven Adamsning ketishi sababli jamoaning oldingi chizigida sezilarli bo'shliq yuzaga kelgan edi. Isaiah Stewart jamoaga himoyaviy mustahkamlik, kuchli reboundlar va tajriba olib keladi. U Jaren Jackson Jirga munosib yordamchi bo'lib, jamoadagi katta futbolchilar rotatsiyasini chuqurlashtiradi. Stewartning yangi jamoaga tez moslashishi va uning agressiv o'yin uslubi Grizzlieslarning play-off uchun kurashida muhim ahamiyat kasb etishi kutilmoqda. Uning Memphisdagi faoliyati qanday kechishini va jamoaga qanday ta'sir ko'rsatishini kuzatish qiziqarli bo'ladi. Indiana Feverning yorqin yulduzi Caitlin Clarkning Phoenix Mercuryga qarshi kechgan keskin o'yinda belidagi muammo sabab maydonni tark etishi va qaytmasligi jamoa muxlislari va mutaxassislarni jiddiy xavotirga soldi. Ushbu vaziyat nafaqat o'yinning borishiga, balki jamoaning kelajakdagi rejalariga ham sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkin.